Zumar surasi Makka da nozil qilingan 75 oyatdan iborat. Zumar guruhlar demakdir. Surada qiyomat kuni odamlarni farishtalar jannat va do'zaxga guruh-guruh qilib olib borishlari tasvirlangan. Undagi oyatlarda Alloh taolo o'z bandalariga turli hayotiy misollar keltirib, o'zining qudrat va hikmatlarini bayon etish bilan oxiratga solih amallar bilan tayyorlanish yo'llarini ko'rsatadi. Bismillahirrohmanirrohim. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Tanzilul kitabi minallohil azizil hakim. Bu kitob aziz va hakim Alloh tomonidan nozil qilingandir. Inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ey Muhammad, albatta biz sizga bu kitobni haqiqatan nozil qildik. Bas siz Allohga dinni unga shirkdan xolis qilgan holda ibodat qiling. Ala lillahid-dinul xolis والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Ey insonlar, ogoh bo'lingizki, xolis din yolg'iz Allohnikidir. Undan o'zga do'stlarni iloh qilib olgan kimsalar, biz faqat ularga bizni Allohga yaqin qilishlari uchungina ibodat qilurmiz derlar. Shubha yo'qki, Alloh qiyomat kunida ular ixtilof qilayotgan narsalar xususida ularning o'rtasida hukm qilur. Albatta Alloh yolg'onchi va noshukur kimsalarni hidoyat qilmas. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. Agar Alloh farzand tutishni istasa, so'zsiz o'zi yaratgan narsalaridan xohlaganini tanlab olgan bo'lar edi. U bunday aybdan pokdir. U yagona va g'olib Allohdir. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. U osmonlar va yerni haq hikmat bilan yaratgandir. U kechani kunduzning ustidan o'rar, kunduzni kechaning ustidan o'rar. U quyoshni ham, oyni ham o'z amriga bo'yin sundirib qo'ygandir. Ularning har biri ma'lum muddatgacha sayrda bo'lur. Ogoh bo'lingizki, u qudratli va o'ta kechirimli zotdir. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم
آياتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. U sizlarni bir jondan, odamdan yaratdi. So'ngra undan juftini, Havvoni paydo qildi va sizlar uchun chorva hayvonlaridan 8 juftni tushirdi, dunyoga keltirdi. U sizlarni onalaringizning qornida 3 qavat zulmat ichida asta sekin yaratdi. Mana shu Alloh Rabbingizdir. Hukmronlik faqat unikidir. Undan o'zga hech iloh yo'q. Bas unga ibodat qilmay qayoqqa burilib ketmoqdasiz? إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. Agar sizlar kofir bo'lsangiz, bas albatta Alloh sizlardan behojatdir. U o'z bandalarining kofir bo'lishiga rozi bo'lmas. Agar shukr qilsangiz va iymon keltirsangiz, u sizlar uchun rozi bo'lur. Hech bir ko'taruvchi gunohkor o'zga ko'taruvchining yukini, gunohini ko'tarmas. So'ngra qaytishlaringiz Rabbingiz huzurigadir. Bas u sizlarga qilib o'tgan amallaringiz xabarini berur. Albatta u dillardagi sirlarni biluvchidir. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. Insonga biror ziyon yetganda u Parvardigoriga tavba tazarru bilan duo qilur. So'ngra Alloh o'z tomonidan unga biror ne'mat ato etganida esa ilgari Allohga qilgan duolarini unutib qo'yar va o'zgalarni ham Allohning yo'lidan ozdirish uchun unga tenglarni o'ylab topur. Ey Muhammad, ayting, sen o'z kufring bilan dunyoda ozgina foydalanib qol. Albatta sen do'zax ahlidandirsan. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Yoki kechalari sajda qilgan va tik turgan holda ibodat qiluvchi, oxiratdan qo'rqadigan va Parvardigorining rahmatidan umid qiladigan kishi bilan boshqalar barobarmi? Ayting, biladiganlar bilan bilmaydiganlar teng bo'lurmi? Dar haqiqat
faqat aql egalarigina eslatma olurlar. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Ey Muhammad, mening iymon keltirgan bandalarimga ayting, Parvardigoringizdan qo'rqingiz. Bu dunyoda ezgu ish qilgan zotlar uchun oxiratda chiroyli oqibat jannat bordir. Allohning yeri kengdir. Albatta sabr qiluvchilarga oxiratda mukofotlari behisob berilur.